Yaxshi kelib oldingizmi opa? Qalaysizlar? Sizlar odam ko'rsa kulgisi kelaveradi opa. Nimaga? Nima, kulsa ko'rgisi kelaveradi. Ko'rsinda. Ish qilib bu safar yana prank nimadir yo'q-a? Yo'q opa, mana. Yashirib qo'yib Mana prank. Opa bitta narsa bor-da. Biz sizga oldin prank qilganmiz-da. Men bir marta qilganim boshqa qilmayman. Menga qilganingizda qayta qilardingiz. Xudoga shukr. Ana qarang opa, mana kamaringiz ahvoli opa. Kamarim faqat qolgan narsalarimni taqib chiqdim lekin boya. Ikkita soat taqvosiz. Yaxshida bittasi modaga, bittasi telefonimga ulangan. Yo, men soat sizniki. Ya berashiga deb nima bu? Ofisda turadi-da, meni soatimda bu. Ya, hozir taqib oldim hozir. Nimaga? Kimniki desam, G'ayrat akamniki dedi. Olib kelmay qoldim. G'ayrat akam meniki soat ham meniki dedim. Yo, siz opa soatingiz qancha desa, bemalol ikkitasini aytaverasiz. Hech nima qoldi. Ha, ikkita soatingiz qanchasi? Ikkitasini qo'sh deyman. Ana soat 500 millik, mana 100 millik bo'lsa o'zizniki. 280 ming. 280 mingga 500 ming, 780 ming. Soatimi? Ha. Arzon. Chiqaringizda oldin, mana qanaqa oshqozonlar, o'pka, yuraklargacha ko'rinardi hozirgacha. Hozir uje og'zini ochsangiz soningizgacha ko'rilyapti. Soningizgachami faqat? Ha, soningizgacha. Unda ancha-muncha narsani ko'rib olyapsiz. Ilib oling opa. Mana shu taqib oladiganlar bo'lar-da. Necha marta ko'ramiz? Yo'q. Ilinchi? Ha, ilinchi opa. Asha achki davlatda bo'lib qolib keldi. Haligi parkovkasiga o'xshab qoldi. O'sha mashina qo'yadigan bo'lib qolibdi, daraza. Qo'ying mashinangizni.